O'rtoqlar, O'zbekiston havolaridan barcha reyslar atmen bo'ldim. Aynan bugungi chisla 8-yanvardan 9-yanvarga o'tar kechasida bizda aviakassamizdan juda ham ko'pchilik bilet olgan ekan. Internet tarmoqlardan aviabilet olgan insonlar qayerga murojaat qilamiz, nima qilsak bo'ladi, tablolarda pulni reyslar atmen turibdi degan insonlarga, ya'ni tinchlantirish maqsadida sizlarga video murojaat qilyapman. O'rtoqlar, hozirgi kunda men shaxsan o'zim hozir Farg'ona xalqaro aeroportidaman. O'zbekiston territoriyasida juda ham tuman quyuq, kuchli, ya'ni har bitta samolyotni zaddishga bo'lishning sababi O'zbekiston territoriyasidan aynan Rossiyaga reyslar kechikib borish uchun zaddishga bo'ladi. O'rtoqlar, har bitta aeroport, har bitta kompaniya, har bitta passajirni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha reyslar zaddishga bo'lsa ham, lekin xavfsizlikni 100% ta'minlaydi. Hozirgi kunda aynan 8-yanvardan 9-yanvarga o'tar kechasi Ponni Vodid reyslarda tablolarda atmen turibdi. Lekin bitta narsani eslatib qo'yaman, buni like bosib hammaga tarqatavringlar, kimgadir u manfaatli bo'ladi. Bugungi chisla bo'yicha 8-yanvar bo'yicha reys atmen, ya'ni 9 ga o'tar kechasi kechqurun 2 da, 3 da turni uchadigan reys bo'lgan bo'lsa va cho'zdirilgan bo'lsa, ya'ni reysni nomeri yangilanib va yangi registratsiya vaqti ochiladi. Shuning uchun bugun chisla bo'yicha atmen qilib turib va ertangi chislaga tablolarga qarasangiz, ertangi chislaga shunaqa vaqtga deb ko'rsatib qo'yadi. O'zbekiston havolaridan 100% reys atmen bo'lmaydi. Prosta reys zaddeshga bo'lishi mumkin. Eng katta sababi O'zbekiston tumani juda ham quyuq. Videoda men ko'rsatib boramanki, men shaxsan o'zim hozir yo'lda keldim, o'zim guvohiman. Даже 10 metrdan mashina ko'rinmayapti. Lekin har bitta aviakompaniya, har bitta samolyotlar kamida 100 metr ponni polasa ko'rinsa, keyin posадкаga ruxsat oladi va posадка qiladi. 100 metr ko'rinmasa boshqa, ya'ni aeroportlarga jo'naltiriladi. Sababi shu tuman quyuqligi uchun. O'rtoqlar, 10 metr ko'rinmayapti hozir O'zbekiston territoriyasida, endi 100 metrni sal chetroqqa surib qo'ysak ham bo'ladi. 3-4 soat kechikib kelishingiz mumkin. Da, to'g'ri, hammaning shaxsiy ishi bor, hammaning srochniy ishi bo'lishi mumkin, lekin har bitta passajirni, ya'ni aviakompaniya bo'yniga olganki, sog'-salomat shu vataniga qaytib borishi uchun. Shu narsani inobatga olib qo'yasizlar. Bizdan bilet olganlar ham, bizdan olmaganlar ham boshqa aviakassadan olasizmi, internet tarmog'idan olasizmi, O'zbekiston havolariga bilet olganmisiz, hech qanaqa samlaniga o'rin yo'q. 100% uchasizlar. Ya'ni kech bo'lishiga qaramasdan, yana bir plus tarafi bor. O'zbekiston havolari kompaniyasi reyslari 5 soatdan ortig'iga zaddeshga bersa agar, sizlarni как положено gostinitsa bilan ta'minlab, kamida sizlarga 1,5 ming rubllik voucher qog'oz beradi qo'llaringga. Bu videoga o'rtoqlar maksimal like bosib, shunaqa reyslar zaddeshga bo'lgan, vahimaga tushib turgan insonga jo'natib qo'ylash, to'g'ri, vahimaga o'rin yo'q. Men bu video obrazchani West Moskva territoriyasida, Rossiya territoriyasida aviakassalar nomidan o'zim chiqdim. Hammaga kattakon rahmat o'rtoqlar. Arzon bilet kerak bo'lsa, aviakassamiz bor bizda ham, to'g'ri, ommaga kerakli arzon biletlarni yetkazamiz, aeroportda kutib olib kuzatib qo'yish xizmati